Al bulam qachon to'yasi? Başlaydı Xo'shallikqa to'lgan kunim. Qo'shallasana bo'ldimi o'g'lim? Gapsizlikdan doim terib süreyman xafalık. Olmasam bu kundan necharatdan Ishqilib meni xotirjam qilmaysan o'g'lim. Moyada uzunaydi har xil yenilik. Bilsa bo'lmasa. Taslik yo'q. Ha menda. Kulib ketgan ekan. Qanotlansa arzuyum yetsin nishonlarimga. Memnun bo'lib dadam opam xotirjam bo'lsa. Rahmat qizim, rahmat. Bo'lsam deyman yaxshi uyga inilerim var. Hamma bola sizdek o'ylasa deymi qizim? Her ishqini mehr bilan suydilar. Gullandirib ajil mehnatda. Assalomualaykum. Olsam Tukunov obidaning yeni masofirni keldi-da? Ha, limon ta'mlik, olma ta'mliklar keldi. Qara, yanisi bir o'tib baqil. Mana ta'mimi bo'lakkinchimi mana? Ha? Yaxshi ta'mlik. Ma akanga buningdagi qanday ichimda qanday maslahatlasak beraver. Hisobot o'zim qilma. Aldingmi? Ma'qul. Ma'qulsan. Onu hisobotini Jatlingiz. naqdin hasal chiqdi, nesidek kesir. Sabila Sanji Yemeklik Sanoat Bag'isiga joylashgan Sabila Qo'laylik Uyg'ur zavodida butunlay avtomatik ishlab chiqarish liniyasida sizning iste'mol odatingizga va tam sezgungizga yoqilgan qo'laylik Uyg'urlar ishlab chiqarilishga boshladi. Shuning bilan Sabila shirkati yep-yangi ishlab chiqarish liniyasida yangi va ilg'or texnikada yangi bir mahsulotni Sabila markalik Uyg'urni ishlab chiqarib bozorga soldi. Yuqori sifatli, har xil ta'mlik, xotirjam yegaysiz. Huzurlik va qo'laylik. Sabila yurishlik qo'laylik Uyg'urisi. Nemening ta'mi bu? Nemening ta'mi bo'ladi qo'shnam, inakning suti, xotinning yong'oqi, yakanning bodimi, kuchaning o'rik meg'izining hammani aralashtirganning ta'mi. Assalomu alaykum qo'shnam, nima qilyaptilar? Silida bir choy itayda. Uni buningda etgan Meg'izli xirima. ta'mi sizga xili yoqqandek buni atayda sizga kirgan. Asli bozordan olgan ta'mkanda. Ixlos bilan ishlangan meg'izliq ferimaning ta'mi. Ixlos shirkatining ko'zir mahsuloti meg'izliq ferimalari. Bu yerda no'chilik qiladigan kimsan? Bir iskilas yig'izdan hammani olib ketibsan. Olib ketishni emas, choynadim. Nazar sig'izini choynadim. Kayfimiz ushmasda, sizmi chaynab beqing? Tizit qilmadim ansa. Sizlarmi chaynab beqinglar? Bu nazar, boshqa nazar. Marksiga Istanbul yozar. Hech yo'q. Nazar chaynag'andim. Nazar sig'izlari. Bodroqan qatli qo'voqlarni Berna bovoqlar zakisi bilan yo'qlang. Nimish qadamsiz? Chunki bu zakaga chataldan kirgizilgan suv simirishchanligi alohida yuqori bo'lgan klit potqisi va devrqay dansi ishlatilgan. Bovoqlarga bo'lgan ko'nglingizni Berna bovoqlar zakisi bilan ifodalang. Chunki bu zakaga bovoq terisining qizirib kelishining oldini oladigan shundaqla puroq yo'qdigan yeshil choy danchisi qo'shib ishlangan. Bu yil tug'uqli ayollarni Berna bovoqlar zakisi bilan yo'qlash moda bo'ldi. Chunki Berna bovoqlar zakisi kuyincan analarning talishi. Kuyincan analardan qatli qo'voqlar so'g'a Berna bovoqlar taksi. Samaverim bulsidi, çayları qaynab tursidi, bir piyale işkiçe, yayırım oynab tursidi. Assalamu alaykum. Bir piyale çay işkiçe, yayırım oynab tursidi degan shu da. Qadra qonsili çay işkiçe oynab turadigan ish yo'q, choyni birga ishkili keldik. Oy, hamra choylari, birga ichayli, samavarlari bo'lsidi ha. Samavar deganga o'xshab ketdi choylarim. Qonmasman hamra choylar. Huzurliq ishchilik choy hamra, kunda bizga hamra.
Her qitimliq mashqdan keyin Abidos ko'kis sharbetini ichaman. Japoniy xizmatda Abidos koks sharbati menga hamroh. Abidosni bolalarni yoqtirib ichidi. Nashtalik ham tomoqchikimi yaxshi hamroh. Abidos ko'kis sharbeti har vaqt har joydagi yaxshi ichimlik. Hürmetli tomoshabinlar, bugun Kamran haqida so'zlaymiz. Oğlum Kamran'ı bildiğansızlar. Ben oğlum Kamran'a kichigidin başlapla Kamran buvaqlar bulmaqlarını bergendim. Sağlam, çiçen çoğun oldu. Xosiyat xonim, biz bolalarimizni emas, Kamranni maqtamoqchidik-ku. He ras, yeniden işlengen Kamran 360 gradus bulmaqları buvaqlarımızga ozuq toluqlab sağlam o'sib yetishiga asos soladi. Endi bo'ldi qilsa bo'larmiki? He ras, Kamran buvaqlar quvvat bulmaqlari uchun mukofotmi bor? Kamran buvaqla bulmaqi. Yarımız içimlik sahasida o'z oldiga Abida soda suyi, meyve şerbeti ishlab bozor solgan korxona Abida yemek içmek taraqqiyot şirkati bu oylik qaran komediyalik chapin televiziya teatrini alohida qo'llagan. Yillardan beri xalqimizning yoqtirib tanlashiga erishib kelayotgan jo'shqin va ko'taranki ro'yi holatning namoyandasi Malayziya B2 quvvat ichimligi bu filmni alohida talab qildi. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziyasi. Ya Allah kaçan toyası? Aşinidu Hoşallık'a tolgan günü Hoşal olsana oldu mu oğlum? Kapsizlikdir daim terib süreymen kapılık Olsam bu günden ne caratlandı Şıkılı beni hatırcam kınmaysan kovalam. Yana üzülmeydi akıl yenilir Öylese olmasa. Senlik yok Ha bende Kırıp git gene. Kanatlansa arzuyum yetsem nişanlarımda Memnun bulup da adam apam hatırcam bolsa Rahmet kızım, rahmet. Bolsam deymen Yaxşı ülge inilirim var Hem bu bana sizdek oynasa deyme kızım Her aşkının mihir bilen suygüde Güllendirip ecir miktette Üzülmüşsün ahilimizin hoşa gülkine Bu ailige Saniyada? Ha? Ani yaxshi maqamlar yaxshi bor, yaxshi. O'zini tepkaptiman mana. Tepkapsiz. Ma o'ynashim, yergilam gapirsam oyoq solgan yerim topolmadim, kirilaveray bo'ldi. Nimachi issiq tugan. Ondan tutmayız. Yaxshi, o'zingiz yaxshi edi. Yaxshi. Uzun bo'ldi ko'rishmagili. Men shu bir yangi ish topqandim, qarang. Nereden topdingiz? Ay, tanlab basirdim. Voy hanım bo'lsa, yaxshi. Oy, ishlayotgan deb shu 4 soat vaqtimni chiqarib, sizni yo'qlab o'tib ketay deb kelishim jinimada. Deb uzoq bo'ldi sizni ko'rmagili. Kunda 10 soat, 12 soat ishlayman, qarang. O ishlamasam, o'g'ayimni ancha-muncha qamdimasam, tig'i bo'lmasa, u bizning odam haraq ichib yuridi yana. Uni o'ylasam, Voy xil o'ng'ishilib qolgan tug'arliqdan. Nadikini o'rgangan qo'y ekan uningki. O'ng'ishilib ketayotgan. Ay, uni gapini qilsam ham nervam o'rlaydi jumo. Undam yetish bilasiz tozalaydiganqa. Yetishime burum o'zim qilgan. Birazini akalamdingiz ya, uy xizmatkor bo'lamdi.
Yo'q ukam. Tovadan yo'la o'tganda akilib tug'izdim emas men uyimda. Bak qo'yib ketibdim ha. Bo'ldi o'zimga ish topmay. To'g'ri. Men tozalab beraman. Rahmat. Xudoyim buyursa. Mahon hozir xil qo'lga yaqin bo'lib qoldi. Shariya bo'lgan kechkimiz xil yetishyapmiz qizim. Men o'sha sizdan boshqa nimam bor deb yurgan ekanman. Men bor desam singlingizmi men? Rahmat. Deb bo'lsin ishonch qilavering. Hada, o'sha 2 kun yoqi to'y to'kin bek chiqib ketdi, qarang. Ras. Bu to'ylarga tabamsam taqib bo'lmasa, endi burunmi biz ish qilganlarni haqlarni kelgan. Borgan to'ylarga kiygan kiyimlarimni yana bir to'ylarga kiygilib bo'lmaydi-ku, qarang. Atilikki shu yaqin bir do'stimning o'g'lining sunnat to'ydi. Uni bilan sen mundaraqdim deyman. Shu to'yga bir chiroyli kiyimimizni siz berib tursangiz, berib kiyib olsam jinimda bo'lamdi. Voy. Men kiyimlarimni texratligida ko'rmagan ukam. O'tganda melaqa berib turgan ko'ynakimning oqisi yetmasa etib ketibdi ukam. Shu mening ko'ynaklarim sizga tas to'g'ri kelmay qolarmiki? Undan deb ketmang-da. Azki to'y kech tomoq yemsam o'g'irlab ketaman. Ashta qilaylik deb berib turgan. Jinimda meni bir yosib yetgan unda qimmoq jinimda ash dushmanlarimni ko'zimda o't chiqarib yetayman. Men bir qarab boqayman to'g'ri kelgan. Siz bir şeysim keldi-ku, meni oltin jabduqlaringizni o'g'irlab chiqyapti deydi rasman. Voy, yo'q, endi ko'chib kirsak to'g'ridan og'zingizni ustuna ukam. Ajab yaxshi. Unda oltin jabduqlaringizni shu kiyim bilan qo'shib berib tursangiz, men bir taqab bir chiroyli to'yga berib olay jinimda. Ha? Oltin jabduqni İlay, ma'qul. Acaba bir telefon qilib kelmay adamni xijil qilib. Voy shu men xizmat aldirashlik bilan dangan Soniya. Yo bir ishlaringizni qarishib beramidim. Voy rahmat. Hammamiz aldirash ishlayapsak. Ilhom bilan. Lekin Soniya bunda qarasam bu uyinglar 2 qavat o'g'ini bilan burunqi uyinglarda keng emasga. Sal shu takimlayingiz. Dedim o men ne çıktım dedim sizge. Uyni ili ve men qarang. Jiq pul yig'ib chatdalar bunda sayohat o'ynab keling ha. Men berib o'ynab keldim. Sizga bir kun rasmlarimni ko'rsatib qo'yay. Ma'qul. Buni ustiga men dasturxoningizning rangi toza, yaxshi emasga qarang. Bir xil tutuq kelma dasturxonning rangi-chu. Almashtirasiz o'g'lak buni. Bu da bir keyinchi bir sal o'rnashib, endi dedik, aldirmay almashtiraman. Men pardangizning rangi uyni bek qora ko'rsatib qo'ydim nima? Mana degan bo'lsangiz, pardalama deb. Men ilqib Fransiyaning pardasini oldigan bir yabat dedim. Men maxsus buyurtib akagizgandim. Shularga deb sizga buyurtib beratdim. Men pardani almashtirasiz o'g'dak. Demisam men uyni qora qilib, texnik kichik ko'rsatib qo'yapti. Apa, sen ilqib davomli parda tikkizdigan yerasi do'konning ismi Fransiyami? Balam, kichik bo'lgan cho'nglarning ishiga aralashmaydi, jim o'tiring ha. O'zing kichik bo'lgan yog'an gap qilolmaydi deysa, sen cho'ng bo'lgandan keyin yog'an gap qilsang bulayrendi ya. Balam, kichik bo'lgan cho'nglarning gapiga aralashmaydi. Lekin şu saniye bu çayını bek yaxshi damlarsiz qarang. Haklayan bir qo'yay. Baba rahmat. Am bu uyinglarmi chiroyliga. Lekin shu burun uyingizdek azoda emasga demoqchiman-ku. Mushu tam qog'ozlaringiz bilan gilamning rangi toza moslashmabdi qarang. Nima degan bo'lsangiz chiqib elishib beradi emasmi? Bu gilamni tek almashtirdim, ko'nuyt gilamdan qilib sat qo'yib turdik. Voy qarang, o'y zinnatlamakmi bek taskan. Elmi yaxshi Muzaffarning yozgan ssenariyasi o'tganda poytaxtdagi kino festivalida natijaga erishib, xirijiq pul mukofot olgach qattiq kino tashlab, bemalol manchilik zinnatli oldik. Bo'lmasa bu maosh bilan nima qilgan oldi deysiz. Asta-asta yangishlarimiz buni. Menchi qarang Saniya, uydagi gilamning hammani İranning eng danglik markali gilamga almashtiryaptim, qarang. Ajab yaxshi qilibsiz. Yo'qsam almashtirgan kiramda? Balam. Saniya, vaqtni bir ay berib qopti, qarang. Men chiqay. Keyin yana bir qilishbagidek ishlar bo'lsa, elishbagidek narsalar bo'lsa, telefon qilasizmi? Ma'qul, rahmat. Oyras. Oddiy bo'lsinmi Saniya, mushu ko'nglimga qarang.
Rusiyanın cümle malı. Özünüz işletesiz cümle saniye. Voy neymiş avarı oğansız kilivermeydi. Mıkıncılık kılıp rahmet. Eşkisi yok. Özüm işletmemdiğen çokum özüm işletmez. Siz alğan nəyəsi dursa bu. Siz ketimen degen gep mıqım ben dik dedi bir. Oy rahmet. Yolunuz bana tilgili oldu rahmet saniye. Oy ma balam naran ep kelgen ma ballı yok. Oy dəcep zerkip kaldı ha dedim balam. Yani bir kilep oynap gittin çok balam. Acep bir kuru kul çıkarsın. Ha, geldiniz mi? Ha. Qanday oldu maşin? Maşını tuttu. Tuttu mu? Ekildim ha. Yo Allah'ım bolsa. Nereden boptun lan? Şu aldadaki çırak sonup tutken Erkincan oğuştup koyup pulunu verip ekildim. Acep yok aşıqıp da. Oğuştup koyup da pulunu silberdin la. Yok hem sert durmam da. O sokaşın o soksun neymiş sert durmuz hep. Maşını bizden tutsa. Şıkılıp. Çay çıkar Ha makul. Ay. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Kelin. Selamun aleyküm. Maşin sizde mi? Ha? Maşin. Evet, bizden. Ekile. Oy. Sert ol be. Adamni vaqirtib to'xtamay kirib ketganlar nimasi? Ha? Men sizni vaqirab tas qoldimmi o'pgan kanimga tiqilib qolgani. Bir ish oldimi? Men birayga mashinam tekkanda qilmagan o biraz so'qib qo'ymandim ha? Yo'q. Ismingizni chaqiray desam, ya ismingizni bilmasam. Satopda men ismim o'zim tanishtirib o'tay. Mening ismim Muzaffar. Muzaffar? Yo'q, Muzaffar emas, Muzaffar. Muzaffar? Ha, Muzaffar. Muzaffarda. Yana keldingizmi? Yeni keldim. Nereden keldiniz? Ya men bir yerden kelmedim şu. Burun uyanma bir ancha shirak emas shu yerdan o'sha ko'chib keldim. Nima ish qilasiz? Men Sinaris. Siz sen yo'lsiz odammi nima? Ha? Va har qanday ma'lining bor. O'ziga tushliq bir qoida tuzumi bor. Bilasiz shuni? Gapingizni faqat tushunamadim men. Siz mushu oila komitetning mudirimi? Unda o'ttasam siz shaytoningiz kichik ko'rsatganda o'xshamadi meni. Yo'q, men sizni kichik ko'rmadim. Elim oqjimdan bodgidek o'tirsiz, yelib qo'ygan topdek. Men sizni kichik demadim. Men qo'shningiz bo'laman. Mush maylik qo'shninmi? Yaxshi bo'pti. Obdan tanishib qoldik. Sizcha qarang. Avval boshqalarning mulkini asrashni, o'z beshimchilik qilmaslikni, xohlagancha boshqalarning yerini egilib olmaslikni o'rganib bilan. Bilamsiz shuni? Men birisining yerini egallayapmanmi? Qara. Xufsalik qilayotganingizni qara. Siz hab nima demoqchiman? Gapingizni faqat tushunmadim-ku. Qarang. Ben qarab tursam mashinangizni bizning ishdan oldin mashina qo'ydigan yerimga to'xtatib qo'yib barcha 2-3 kun bo'ldi men shuni bir kuzatib baqay qandoq bir odam keyin shu mashina to'xtatayotgan deb shundoq kuzatib baqdim mening ishim chiqib qolsam balam chiqib qaradi balamdan ish chiqib qolsa opsi chiqib qaradi shu uchimiz navbatchalab chiqib qarab yani degan qilib o'ttirib ma uyga kirib barsiz sizlar navbatlashib dijurnlik qilib qaratamsizlar Satoptu. Men sizning mashina to'xtatgan yeringiz kelgan faqat uqmabman. Gapingiz ham tushundirim. Yo'q, sizning mashinangiz shu yerda to'xtaydi ekanda? Men mashina olmadim. Men mashina olib qolsam qo'yaman deb men shu o'rinni tanlab qo'ygan. Men o'nchilar cho'paymi odam emas. Mening bir qo'shnim badanga nimkash mashincha. U bir 3-4 mashina oqshom xato poyezdda qo'yib olsa, dushanba kuni kaygacha shu İlk eski dostak okuştu diye bu şamalda gelip. Aşında bir orun kanmasın da ben bir orunda birden hep koysam siz müştaklı kitapatısız. Kapım ama septiripti ben maşinini yötkümetsem de bunu diken o. Onun üstüne siz hazır maşinanızı koyduken sizden şuraya gel. Ben tekrar maşinini almadım. Karan. Ben pravını hep bakan. Bu şey anılsam.
Muşu 8. 9. 10. aylar iş qilib 11. 12. aylarning oxirlarigacha mush mashina tushdi degan xabarni oladi. Mashinaning ba'zi tushamdi. Mashinaning ba'zi tushdiga qarang. Tushgan dalasiz. Men mush mashina olsam yo'l damal ko'rinmay qolmay deb mush ottoqish eshakni qamshab ishlab keldi. Shunga mush mashina olg'ichi men mashina ko'nib olg'ichi deb men velosipedning birini setib olib shu velosipedlar yo'lga ko'nib o'taman qarang. Yaxshi qilibsiz. Onisi qo'lim qo'shni ekanmiz, obdan tanishib qoldik. Satopdi, men mashinani yo'tkutay. Qanda? Men ismim Muzaffar, sizning ismingiz? To'xtavaqqas. Tushundim. To'xtavaqqal. Yo'q, bu quruq chiqqan bo'ldi. Ya, satopdi. Abi ayolim mashinangizning yilda turib turgan daga, ya mush mashina zot kimning mashinasi bu? Men deb qo'y, oyolingiz deb qo'y. Meni mashinam ishga chiqay. Vaqtingiz kirib o'tirib chiqasiz. Men mashina hozirlam, yo'tkutay. Ha? Ma'qul. Ma'qul. Ha? Romandan birni debdi, eng oxirida mikro hikoyada ko'rinib tushandim. Shunda ham ajab bir tushuniksizlik bir gapni qilib chiqyapti. Bu odamning bundan keyin ammoqchi bo'lgan mashina to'xtatgan maydoniga biz olib bo'lgan mashina to'xtatibdik. Shunga hozir velosiped bilan shu yerda qo'yib turgan o'sha velosipedni. Men o'g'limga yengib ketdi. Shunga yo'tkutay dedim. Assalomu alaykum. Alsam do'konga obidaning yangi masallarni keldi-da? Ha, limon ta'minlik, olma ta'minliklar keldi. Ana, kelsin bir o'tib bakalım. Mana ta'minmi bo'lakkinchi manam, ha? Yaxshi ta'min. Ma akanga buningdagi qanday ichimlik, qanday masallarsa beraver. Hisobot o'zim qilma. Aldingmi? Ma'qulmisan. Onun hisobotini getiringiz. Naqdin hasal chiqdi, nesidik kelsa. Putunuz muzlisa, pochaq siyqirab talsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan tut ya ot yig'i, tut paqalchoq issiqlik meyi badandagi o'l so'g'oq yalni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq sursa. O't ketida. Tutiya. Suyunchi tish pastilari, choy deg'i ham tamaki deg'ini pokiz tozalab, tishingizni suzuk, oqroq qiladi. Suyunchi tish pastilarini mana Sultan zavodi ishladi. Sabila Sancı Yemeklik Sanat Parkı'na joylashgan Sabila Qolaylik Ögür zavodida. Butunday avtomatik ishlab chiqarish liniyasida sizning iste'mol odatingizga va tam sezgingizga yoqilgan qulaylik o'girlar ishlab chiqarilishga boshlandi. Shuning bilan Sabila shirkati yep-yangi ishlab chiqarish liniyasida yangi va ilg'or texnikada yangi bir mahsuloti Sabila markali o'girni ishlab chiqarib bozorga soldi. Yuqori sifatli, har xil kamlik, xotirjam yegaysiz. Huzurlik va qulaylik. Sabila yurishlik qulaylik o'girisi. Şinjan Guanghui Erle basketbol komandasının stratejik hamkorlashuvchisi Obida. Obida energiya ishchimligi. Ajdodlarimiz balalarning yuz qo'llari yerilsa, gal maydasi g'ijilsa, sovuqi ishib yig'dan bu sigak bo'qqasi quyruq yog'ni o'tqa qaqlapmaylaydi. Bugungi kunda Sultan zavodi yerlik retseptdan foydalanib, unumi yuqori bo'lgan balalar issiq quyruq megi, balalar chash badan soqini, balalar badan o'qisi, balalar sut malhamini, omaq farzandlarning sog'lom pok cho'g'ilishi sundi. Sog'atlik qilishga texmi aplik. Sho'x-sho'xlaringiz shubhisiz cho'ng bo'lsin. Chin Nuriddin sho'x-sho'x. Yıllardan beri xalqimizning yoqtirib tanlashiga erishib kelayotgan jo'shqin va ko'taranki ro'yi holatning namoyandasi Malayziya B2 quvvat ichimligi bu filmni alohida talab qildi. Bu programmani samimiy shirkati Malayziyadan import qilgan shubhidan xoli diyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Nimaga men ko'ribsan? Beshida yana bir akamizga yordamlashgan. İsmini uqmaymizmi? Hozir yozib qo'yib turaman, men o'yini ko'rib olgan desak bo'ldi. Lekin Qo'shnimizda biz qo'yib turamiz. ishchidagi qo'shnimizda turibdi. Ha, bo'ldi shu. O'zimiz bilgandiki. Adam biroq unutib qoldi. Vada to'xtasindim deb qo'ydim, nima? Ha, bo'pti, yaxshi. Bek unda adamga ummo. Ko'nmadim deb qo'yamdoq, yaxshi o'tganligini. Yo'q, ko'nmadim desa bo'lmaydi. Andan nemini? Erkin jiddiy unutilib qolmasin. Yo'q, uni unutilib qolsak, biz izlab so'rab keldim Muzaffar. Yo, beka adamga divanadigancha deb qo'ymabsizlar. Bundan o'zimiz deb qo'yganimiz yaxshi.
Onu bunu degan bilan ko'ngli yaxshi bo'ladi cho'g'im. Allah o'zingizning ko'ngli yerim bo'lib ketgan uni. Yo'q, endi xo'shlanmasmi? Ha. Yani kelib buzg'unchilik qilsa shu kuni. Lekin meni yozib mavu uy muboraklash chi emas shumi? Men qo'lim qo'shnilar bilan bir tanishlar deb men chaqirdim. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Kim bu? Assalomu alaykum. Yanına parmağını buzub etmegen. Neyme qılıp deyman abi. Öl köçke adam deganni ayt deb qo'ymamizlar. Anlamında qarashmaymizmi? Ha? Yo'q, biz asl deb qo'yamiz degan endi shu. Deb qo'ygan bo'lsa anlamam men yo'qdi. Ticaret bilan sirtib ketgan. Amlikin balına vertibman. Rahmat. Voy! Bommada. Ayran mesele bitti. Ay yo'q, men yo'q. Şadayım malı. Yamanda. Kiriyor sana bakın ben. Hoş. Ha hoş. Allah ekber. Çizak mı çizak Uzun bulup tutma görüşmek üzere. Uzun bulup gitti. Ya size ait yemeden ya ben deyim. Oltasın mı oltasın? Geç dedim ama. Okşaş da. Yak baba. Hem de biz silibіз konu oğunumuz bilen öyyeni bir fırıkyanmadık ya. Yakma, ama kuruk kilime sal oldu. Eylallah. Ama sen durdum ama. Eylallah. Sarıya? Muşunun bir anlatsa. Ama yemeğimiz bir silin. Ya. Ya endi mava benim obyetim. Ben sekfiyalı balık tuturam. Atat ekepti mi? Rahmat. Kararlı tavuz okşaydı. Yerlik. Göz anım altı onu edeceğim. Göz yaxşı emas mı? Sen de teyde oğan diken. Hoş çaylan. Hoş. Özürüm be. Benim mi ya bu? Ay siz kiliyorum. Hem de az olsun be. Oy. Sen yengilerek nekili doğuk. Abla. Çok eriydi. Saniye pek. Kal çaylan. Bu seninki köçep gelin alın pek yakışı oldu cuma. Kada desle. Aylık. Kelin koşulduk tutuldun lemez ma. Ana kelin koşulsak olmayla da kolum koşuldu ki ançı mınçı öplerim kılıç tutmasa olmayla mı? Bir getli can kıldınlar. Bak kolum koşun diyen andımında bir öplerim kılıp birimilen soğuruşup durmasa muhabbet sosuşup. Şunda mı ya? Şunda. Şu. Hem de muşu karanlık, bu cihanda var o. Edem muşu ötkendi değişkenimizden. Muş bir işine edem taşlaması bulmak. Nemin de isle? Hoşlu kolum ne? Rast. Zışıp durmsak yapışıp Yani gittim. bizgimiz es katıgan kolum hoş demez mi? Rast. Yani iştek mi? Ölemiyetim bop kalsın cinazımızı götürdük. Mana. O jaktaki kırındaştın, yakındaki hoşlan ala deyin gep bak. Rast. Bak kırındaş karganda hoşmun erkek çıktı mı bizde? Şundak. Endi karan adaş, muşu kısmen işladı ala. Dedim ben sen sorumlusun bu maddiyatlara. Şunda ne? Doğru. Biz endi getlik dep gelsek şu. Bakın adaş, maşinalı bağ mı azar? Maşını bağ? Maşını ap koyduk şu mandağını yol yok tuturduk o. Yaxşı. Ne işini aldık da ne? Bizim işini aldık. Saktı? Sak. Aras aldığı günüsü erkincide sokup tutken etken tağı Ümit çıktı hazır. Çesti oğuşlup poptu. Pichet mi? Pichet. Endi çatı yok? Ya yaxşı. Açık şeyini aldı bağ mı ya? Kodunu aldı mı? Çak malı açık şeyimiz olmamda. Elan mı? Şenmez de. Mana? Gel lan. Gumanlı notsa hazır mı çalıştırma? Sak koğun bolsa da manda bir işti danla. İşte ilk kaç tane bir dikkini bir verip gerek değil mi? Bir kıranla? Bu maşinalı sak koğun. Beni yolu koymaydı andı mı maşinalı? Menin maşinamda? Ya adaş manda bir men bağıcı bir işte etken gitip kalsa aldık kendimi bir hafta. İş kılıp ben bir 15 günde 20 gün geç vakti çap olayım. Sen hatırlayacağım bunu Allah. Maşinayı yayığını üzem canlayamacım ha. O ne? Bu maykatçılar o çok şeymez ben. Ben adaş nahayet ciddi bir soğuduğun iş vardı Allah. Benim maşinam az iş adı birisi ekip kalkan. Hem de at eli olaysam sert oldu danla. Şunun bilen hem de amalın yok eden muhabbetimizi çonkurlaştırış için adaş. Rahmet. Hani kolum koşun diyen ızdışıp durmasak bulmayı demez ama. Şuna endimi sırtı sorup geldim ya. Boptum o ya, gel yap kılanlar. Yok hem de
Bo'ldi ma? Aman rahmat kimam. Qo'shni deganingizdan. Sizda qo'shni adaymi? 1000 yil tilakni tapmoq bak tas juma. Rahmat. Amilki ko'chab kagininglar ko'nglim yerim bo'g'ini bilan men bu muhabbatni chunqurlashtirib deb sizni izlab keldim mana. Rahmat. Juma, endi men kagichi kunda aslab turishamiz juma ada. Tilpin ilishib turamiz. Hava yo'llari bilan didorlashamiz. Ma'qul. Endi men chiqayman. Amin. Allohu akbar adash. Ya men ras oldirdim. Mashinada chatoq yo'q adash ya. Ya mashinada chatoq yo'q, lekin men shu mashinani meni yo'lga qo'yib qo'ygan ish yo'q qolsa, men boshqa mashina topay. Ya yo'lga qo'ymaydigan deb. Yo'lda qo'ymaydi. Bo'ldi. Anda o'z rahmat. Adash, bo'ldi. Turib qilinglar. Mashina bishadi-ku. Bo'ldi. Men qo'shida men telefon qilsay. Bo'ldi, rahmat. Saniye. Bu me'morlarga lozimliq mevchi yo'lni ishlaklamasdan aklamdim. Siz akılsizda? Ben qanday berib akil buni? Men taksi bilan berib aklay bo'ldi. Uy, nima bo'ldi? Mashina bir narsa bo'ldimi? Men qo'shnimiz shu mashina so'rab ketdi-ku, shu bilan. Mashina so'rab ketdi-ku? Ha. Uy, to'g'ri. Hay, Muzaffar, siz haqmi ya? Ya bo'lmasa, menda qilaymi ya? Men bu etgan deyishganni o'zim akasam so'ydigan mal bir narsani. Men mevchi bir narsani qancha telefon qilsam erkin jiddiy akapasim ya. Erkin jiddiyni gapini qilma, jenim Muzaffar. Men me'morni sog' salomat uzatib oldi. Men ishlayotgan bandim. Qanday bu qamlashmagan? Yo'q, ish qilsa ham qo'lim qo'shilmas, mehr-muhabbatni chunqurlashtiramiz deb ketdi, to'g'ri. Voy, qurib ketsin undan mehr-muhabbat, Muzaffar, qurib ketsin. Mashinani so'randa ochmadim, ishga ko'chib kelsak, shuni qilib aramchilik yo'qmi? To'g'ri, nega bor ekan oda? Qashqar deydi. Nega? Qashqar. Qashqarmiki ya? Qashqarmiki Muzaffar? Ish qilsa yo'q. Keldi. 15 kunda kelib bo'lmadi dedi. Ben gap qilmadim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qana oğlum yaşoqda turganimi? Sizda bu Qashqar bormaydigan to'g'ri. Qo'yana dem. Yo'ldan qo'ydi mashina. Ha? Buzib qoldimi? Manda oldu adaş. Endi Qashqarga olgandikini tiqqanlik oztilib soat elib olay deb. Dukanning oldida yo'lni o'tkazib mashina to'xtatib qo'yib chirib chiqibchi. Mashina yo'q qaranglar. Mashina yo'q? Qulam qopti ha. So'rsam undan bundan mashina so'rtib ketdi deydi. Shuni bilan uyga borsam, sen qizilchilarni bo'sib o'tibsa, piyodalar yo'lda to'xtab qo'yibsa, deb 8 nomerdan 10 nomerdan chiqib mashinaning egasi ekanmiz bilmaymiz dedi. Shuni olib ochqishni ekritmagan sizlar bilan bir ko'rishib chiqay deb yuzib chiqsam bilmaydi kardeş. Yaxshi qilibsiz. Yaxshi. O'zim ekin olay. O'zim ekin olay. Oldash ishli bilan men qo'lim qo'shnilar bugun tomoq chaqirgan. Bu bizim qo'shni va. Qani. Assalomu alaykum. Dağlıq şair, yazdıkçı, müpettekkur. Ben anlasam bu dağlıq senaristkensiz. Eserinizde akşam köydünmez var. Rahmet. İş günü yağı maşinanız toxtumaptı ayada. Ya meni kapıp kaldı mı gidip. Ya şu başka neydi? Koşnu olsan yölek bol, bomuz bölek bol depti ki. Bak koyaveren ha, boldu ben bir başka maşina ağıcı aşağı koyarım. Rahmet. Küçük koyarım siz mi? Hiç kep yok mu? Çatak yok. Boldu ben. Yeni ülkende mi? Yanıma bomuz alsam hoşlanı bir çay bakayım. Şurada. Paranız sürebilmeyim Bakın sen konuşup. Ben bana aperatif vereyim sen.
İşte geç kala. Bu ne işteyse mi? Ana işte bu. Anacığım. Vay vay ne var? Abdülhamir aynımız konu halkına 60 tane bizim tabi keyif kal. Neymiş kıvatsın? Hey, avay ekberim, o men cinim bana bilmeyeyim, alın böyle ustalar bir. Ay bir koskumu toksana yap oğlum lan. Hürmetli mehmanlar. Bugün Muzaffer Efendi bilen Saniye Hanım çıralık tasqarasab, kon kolum qo'shna, alog'ina, xizmatdoshni yig'ishar qilib, o'kitishda yordam qilgan barliq do'stlarga rahmat etish bilan birga, eng muhimi, avtonom rayonimiz qurilganligining 60-ligini tabriklash uchun mushuna bir tasqarasabdi. Mush munosabat bilan o'yigisi bo'lgan Muzaffer Efendi bilan Saniya Hanımga rahmat etish bilan birga, mushning chiroyli biqib, ko'ngillik, ozodlik o'tirish uchun xo'shgina baqili. Kimsini taqqız ketdi ya. Hocam, zimşadullah. Oyunlarında be. Jon chimotdi ya. Oxamga qo'shib. Çoğ yoldan ötüp gitti, maşinesi to'xtatmay, maşinesi to'xtatmay. Ko'nglim shunda o'g'itdim, seni hech kimga o'xshatmay. Ko'nglim shunda o'g'itdim, seni hech kimga o'xshatmay. Mayoqqa. Genç damatlar, hürmet mehmanlar, daskanı bakkaç, bizim aramızda naate köp kadir olan bir mimamı var. Tam当中还有一个多能多才的一个老师啊，叫安老师，今天给我们表演这个节目，好不好？Mama. Hoş geldin babalar. Oyunu ya hocam. Soruma kızık çıktı. 有点如今区6型大庆地界啊，有我的老莫今天乔迁之喜啊，我今天也很高兴，那给大家表演节目好吧？好，口技啊，这口技呢是什么呢？两只鸟啊，我这么站着的时候呢是雌鸟，我这么站着是雄鸟。什么破摩托车这是？
结婚了。哎，谢谢大家。我唱一句京剧。这个京剧呢，也不是我是自学的啊，可能有一些词儿对不对我也说不准。唱一句机器维护上当也不行。老莫，没看出来还会唱京剧啊？鼓掌！小长袍，红色两头飞尊装，自学深爱，阶级我仇恨满腔。天下被压迫的人民都有一本血了恩庄，要报仇要伸冤，要报仇要伸冤。当当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 当。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。你我mush muzaffar mush izmi bolalarning hurmatiga yana biri mush Abdulmurat qulog'larini 60 yillikni qutlaqda bir usulliq bir nashuq biray flash tashlab o'ynamaslar. Başında. Arslan! Bu qıtırlıq şığın nəhayət müvafiqiyyətlə içində. Mən çox o təsiratda ego oldum. Şığında tükürde. Apa? Şu dadam bulmasa başkanız olup kalkın ha? Şu, bunlar komdu bu. Dadamın şunda sıyğındım cümapa. Dadanlar diye öğünün törük dursa, elbette dadanlar bulmuş bulmaydı da. Apa? Əlsin bana. Könlünüzü yerim qın bana. Dadam bulmuşsun o. İlğar işkilmez dadam yoxluğunu çandırmay. Beynin kiçik bolsun törük qıptır alayımız. İnanlar, yine. Oy siz bakın size. Hemen bak. Oy men to'g'ri yulib qoldim ki degan bir toza tishi. Men nima chiroyli qilib qolsam tigi bor. Xirva gaplar qilasiz. Ana shu tigi yaxshi odamlarga tigi bor gap qilgan. Yani degan oz bu biz bir tigi yo'q qilib quduq chipib olmaymiz. Odishim quduq chipib ketganmanjimi? Quduq chipib kelsangizmi? Sizni qutuldirib olgan adingiz ham solmaydi. Uni tunchiqib qolmang yana. Adam qo'rqatmangsiz. Saniyada babangiz akib berib kirgandim. Qo'rqoq.